Putin Trampga va'da berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp rossiyalik hamkasbi Vladimir Putindan qahraton sovuq munosabati bilan Kiyev hamda Ukrainaning boshqa shaharlarini o'qqa tutmaslikni so'radi. Ular bunday sovuqni hech qachon ko'rishmagan edi. Shu bois men shaxsan Putindan Kiyev va boshqa shaharlarni hafta mobaynida o'qqa tutmaslikni iltimos qildim va u bunga rozilik bildirdi, dedi Tramp. Uning bayonoti yuzasidan rasmiy idoralar ochiq izoh berganicha yo'q. Jumladan o'q otishni muvaqqat to'xtatish tartibi qachon kuchga kirishi ham ma'lum emas. Buyuk Britaniyaning gazetasi jurnalisti Kristofer Miller Ukraina amaldorlari muvaqqat otash kesimidan Trampning bayonoti orqali xabar topishgani, bu borada Rossiyadan biror ishora bo'lmagani haqida yozgan. Kreml ham bu xabarni rasman tasdiqlaganicha yo'q. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov hozircha bu masala yuzasidan izoh bera olmasligini aytgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa qattiq sovuq sharoitida faqat energetika bo'yicha sulhga erishilganini tasdiqlagan. Energetika bu hayot asosi va biz hamkorlarimizning hayotimizni asrash yo'lidagi sa'y-harakatlarini qadrlaymiz. Tashakkur, prezident Tramp. Jamoalar bu haqda amirliklarda gaplashgan edi. Taranglikni yumshatuvchi qadamlar urushni butunlay to'xtatish yo'lidagi real harakatlarga rag'bat beradi, degan Zelenskiy. Xabarlarga ko'ra, joriy yil 23-24 yanvar kunlari Birlashgan Arab Amirligi poytaxti Abu Dabi shahrida Rossiya, Ukraina va AQSh vakillari ishtirokidagi muzokaralarda vaqtincha o't ochishni to'xtatish masalasi ham ko'rib chiqilgan. Rossiyaning Ukraina energetika tizimiga hujum qilmasligi evaziga Ukrainaning Rossiya neft obyektlariga hujum qilmasligi ehtimoli muhokama etilgan. 2025-yil bahorida Tramp va Putin muloqotidan keyin ham energetika obyektlariga zarba bo'yicha 30 kunlik moratoriy kuchga kirgan, ammo ko'p o'tmay muvaqqat kelishuv yo'qqa chiqqan edi. Ramzan Qodirov muzokaralarga qarshi chiqdi. Chechen Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar olib borishga hojat yo'q deb hisoblaydi. Shuncha ish qilinganidan keyin men muzokaralarga qarshiman, degan Checheniston rahbari. Uning qo'shimcha qilishicha, maxsus harbiy operatsiyani oxirigacha olib borish va Rossiya g'alabasi bilan yakunlash lozim. Eslatib o'tamiz, bir hafta muqaddam Birlashgan Arab Amirliklari poytaxtida Rossiya, AQSh va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar boshlangan edi. Muzokaralar juda yopiq formatda o'tkazilgan. Muzokaralarning ikkinchi kunida Putin va Zelenskiy o'rtasidagi uchrashuv tashkil etilishi mumkinligi aytilgan edi. Muzokaralarning navbatdagi bosqichi 1-fevral sanasida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, AQSh Ukrainaga xavfsizlik kafolatlarini Donbass evaziga bermoqchiligi qayd etildi. Avvalroq urushda Rus va Ukraina harbiylarining yo'qotishlari ma'lum qilingan edi. Rossiyada migrantlar soni so'nggi 1 yilda 10% ga kamaydi. Rossiyada migrantlar soni so'nggi 1 yil ichida 10% ga qisqardi. 2026-yil boshiga kelib mamlakatda 5,7 million nafar xorijiy fuqaro bo'lgan. 2025-yil boshida esa ularning soni taxminan 6,3 millionni tashkil etgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi Migratsiya xizmati tahlil boshqarmasi rahbari ma'lum qildi. Migrantlar soni qisqarishining asosiy sabablari sifatida migratsiya qonunchiligining keskinlashtirilishi, shuningdek xorijiy fuqarolar farzandlarini maktab va kollejlarga joylashtirish talablarining qattiqlashtirilishi ko'rsatilmoqda. Yangi tartibga ko'ra qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan xorijiy fuqarolar endilikda avtomatik ravishda nazorat qilinayotgan shaxslar reyestriga kiritiladi. Bu esa ularning keyinchalik legallashishi, bank xizmatlaridan foydalanishi va rasmiy ish topishini deyarli imkonsiz qiladi. Shu bilan birga Rossiya hukumati mehnat migrantlarini davlat nazorati ostida oldindan belgilangan qoidalar asosida ishga qabul qilish mexanizmini joriy etishni ham ko'rib chiqmoqda. Bunday tizimda migrant muayyan ish beruvchi taklifi bilan keladi va qoidabuzarlik sodir etgan taqdirda mamlakatda qolish huquqidan mahrum etiladi. 2025-yil 1-yanvardan vizasiz davlatlar fuqarolari uchun Rossiyada vaqtinchalik bo'lish muddati ham qisqartirildi. Endilikda ular yil davomida faqat 90 kun qolishi mumkin. Shuningdek, nikoh orqali legallashish tartibi ham kuchaytirildi. Endi xorijiy fuqarolar Rossiya fuqarosi bilan kamida 2 yil birga yashaganidan keyingina vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olishi mumkin. Alohida e'tibor bolalar masalasiga qaratilmoqda. 2025-yildan boshlab rus tili bo'yicha testdan o'tmagan xorijiy fuqarolarning bolalarini maktab va kollejlarga qabul qilish taqiqlandi. Agar ota-onalar farzandlarining majburiy ta'lim olishini ta'minlamasa, ularning mamlakatda bo'lish ruxsatnomasi bekor qilinishi mumkin. 28-yanvardan esa Ichki ishlar vazirligi va ta'lim organlari o'rtasida bola migrantlar haqidagi ma'lumotlarni tezkor almashish majburiy etib belgilandi. Natijada 2026-yilda Rossiyada migrant bolalar soni o'tgan yilga nisbatan 25% ga kamaygan. Migrantlar oqimining kamayishi ayrim hududlarda iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa qurilish, taksi xizmati yetkazib berish va umumiy ovqatlanish sohalarida ishchi kuchi tanqisligi sezilmoqda.
Ekspertlarning ta'kidlashicha, migrantlar oqimining kamayishi bir qator loyihalarning sekinlashishiga olib kelgan. Shu bilan birga ish haqlari oshgan. Bu esa mahsulot va xizmatlar tannarxining o'sishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, Sankt-Peterburgda taksi, kommunal xizmatlar va yetkazib berish narxlari oshgani qayd etilgan. Mutaxassislarning fikricha, rasmiy cheklovlar natijasida bir tomondan bo'sh ish o'rinlari paydo bo'lmoqda, ikkinchi tomondan esa noqonuniy mehnat bilan shug'ullanuvchi migrantlar soni ortishi xavfi kuchaymoqda. Yevropa Ittifoqi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusini terrorchi tashkilot deb tan oldi. Yevropa Ittifoqi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusini terrorchi tashkilot deb tan oldi. Bu haqda ittifoqning tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili X ijtimoiy tarmog'ida e'lon qildi. Qatag'onlar javobsiz qolmasligi kerak. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusini terrorchi tashkilot deb e'lon qilish orqali qat'iy qadam tashladilar deb yozgan u. Yevropa Ittifoqi Eronda 15 nafar amaldor va 6 ta tashkilotga sanksiyalar kiritdi. Bundan oldin Kallas Eronga norozilik namoyishlarini shafqatsizlarcha bostirgani uchun sanksiyalar qo'llashga va'da bergan edi. Erondagi norozilik namoyishlari qurbonlari soni va rejim tomonidan qo'llanilgan usullar haqiqatan ham juda jiddiy. Shuning uchun biz aniq signal yuboryapmiz. Agar siz odamlar noroziligini bostirsangiz, buning o'z bahosi bor va siz buning uchun jazolanasiz, dedi diplomat. Eron hukumati samolyoti Moskvaning Vnukovo aeroportiga qo'ndi. Eron hukumatiga qarashli samolyot Moskvaning Vnukovo aeroportiga qo'ngan. Uning bortida mamlakat prezidenti Masud Pezeshkian bo'lishi mumkinligi taxmin qilinyapti. Pentagon Eron rasmiylariga tanlama zarbalar berish haqida xabarlar avjiga chiqqan pallada bu yuz berayotgani diqqatni tortadi. Prezident Donald Tramp tez orada bayonot berishi aytilmoqda. Monitoring kanallaridan olingan xabarlarga ko'ra, Venesuela prezidenti Nikolas Maduroni qo'lga olish amaliyotida qatnashgan AQSh samolyotlari Yaqin Sharq tomon uchmoqda. Shuningdek, Yaqin Sharqqa AQShning harbiy dengiz kuchlari kemalari ham yetib kelgan. Tramp Eron bo'yicha rejasini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp so'nggi kunlarda Eron bo'yicha muzokaralar olib borgani va ularni davom ettirishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Menda bu reja bor edi va men ularni davom ettiryapman, dedi Tramp. Shu bilan birga Amerika yetakchisi aynan kim bilan va qachon muzokaralar olib borganiga aniqlik kiritmagan. AQSh prezidenti shuningdek hozirda AQShning ko'plab juda kuchli kemalari Eronga yo'l olayotganini takrorladi. Ularni ishga solmasak yaxshi bo'lardi, dedi u. AQSh prezidenti Tehronga qanday talablar qo'yganini ham ma'lum qildi. Men ularga ikki narsani aytdim. Birinchidan, hech qanday yadro quroli, ikkinchidan, namoyishchilarni o'ldirishni to'xtating. Avvalroq AQSh prezidenti Eron yadroviy dasturi bo'yicha Washington va Tehron o'rtasida o'tkazilgan dastlabki muzokaralar natija bermaganidan so'ng Eronga qarshi yangi keng ko'lamli harbiy amaliy harakatlarni ko'rib chiqayotgani xabar qilingan edi. AQShning Eronga hujumiga Buyuk Britaniya ham qo'shilmasligi mumkin. Buyuk Britaniya AQShning Eronga qarshi ehtimoliy harbiy zarbasida ishtirok etishi kutilmayapti. Manbalarga ko'ra, Eronga birinchi zarba berish Buyuk Britaniyaning xalqaro huquq bo'yicha talqiniga mos kelmaydi. Ammo agar Qatar yoki mintaqadagi boshqa ittifoqchi davlatlar o'zini himoya qilishga majbur bo'lsa, Britaniya harbiy kuchlari jarayonga jalb qilinishi mumkin. O'tgan hafta Qatarga joylashtirilgan qirollik harbiy havo kuchlarining 12-eskadriliyasi Qatar harbiy havo kuchlari bilan qo'shma bo'linma Angliyaning Lincolnshire grafligidan Qatarga ko'chirildi. Bu paytda AQSh Eronga qarshi ehtimoliy zarba uchun mintaqada katta harbiy kuch to'playotgan edi. Britaniya manbalarining yozishicha, eskadriliya Qatar tomonining iltimosi bilan joylashtirilgan bo'lib, maqsad mintaqadagi eng yirik AQSh aviabazasi joylashgan davlatni ehtimoliy dron va raketa hujumlaridan himoya qilish. Shu oy boshida Eron agar Tramp mamlakatdagi noroziliklar fonida Eronni bombalagan taqdirda mintaqada joylashgan AQSh bazalari, ularda oz sonli Britan harbiylari ham bor, javob zarbalari ostida qolish mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer Xitoyga safari chog'ida Eron atrofidagi inqiroz kuchayib borayotgani haqida so'ralganida AQShning ehtimoliy harbiy harakatlari haqida taxmin yuritishdan bosh tortdi. U asosiy e'tiborni Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishining oldini olish masalasiga qaratdi. Asosiy muammo Eron yadroviy dasturga ega bo'lmasligini ta'minlash. Bu borada barchamiz bir fikrdamiz va ittifoqchilar bilan shu yo'nalishda ishlayapmiz, degan Starmer. 2024-yil aprel va oktyabr oylarida Eron tomonidan amalga oshirilgan dron va raketa hujumlari paytida Buyuk Britaniya Isroilga o'zini himoya qilishda yordam bergan davlatlar qatorida bo'lgan. Aprel oyida Britan qiruvchi samolyotlari bir nechta Eron dronlarini urib tushirgan. Oktyabrda esa RAF ishtiroki minimal bo'lgan. Samolyotlar asosan Qatar yoki boshqa ko'rfaz davlatlarni dron va qanotli raketalardan himoya qilishga mo'ljallangan. Ballistik raketalar esa juda yuqori tezlikda uchishi sababli qiruvchi samolyotlar tomonidan urib tushirilishi mumkin emas. Bu faqat AQShning Patriot yoki THAAD kabi maxsus havo mudofaa tizimlari orqali amalga oshiriladi. Tramp favqulodda holat e'lon qildi.
AQShda Kuba tomonidan milliy xavfsizlikka go'yoki tahdid mavjudligi sababli favqulodda holat e'lon qilindi. Mazkur farmonga AQSh prezidenti Donald Tramp imzo chekdi. Men Donald Tramp, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti sifatida Kuba bilan bog'liq vaziyat AQShning milliy xavfsizligi va tashqi siyosati uchun favqulodda tahdid tug'dirayotganini, uning manbai to'liq yoki asosan mamlakat tashqarisida ekanini hisobga olib, ushbu tahdid munosabati bilan milliy favqulodda holat e'lon qilaman, deyiladi Oq uy saytida. Favqulodda holat bilan bog'liq muammoni hal etish maqsadida Tramp tarif tizimini joriy etishni taklif qildi. Unga ko'ra, Kubaga neftni to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita sotuvchi yoki yetkazib beruvchi xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan tovarlar importiga qo'shimcha boj joriy etilishi mumkin. 11-yanvar kuni Tramp Kuba endi Venesueladan neft va moliyaviy mablag'lar ola olmasligini ma'lum qilib, Gavanani kelishuvga chaqirgan va respublikaga jiddiy oqibatlar bilan tahdid qilgan edi. Oq uy rahbarining so'zlariga ko'ra, AQShda u yerga borib hammasini portlatib yuborishdan boshqa imkoniyat qolmagan. 28-yanvar kuni AQSh davlat kotibi Marko Rubio Venesuela prezidenti vazifasini bajaruvchi Delsi Rodriges Kubaga neft yetkazib berishni to'liq to'xtatishga va'da berganini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Tramp ma'muriyati Kubaga nisbatan yangi chora-tadbirlarni, jumladan neft importini to'xtatish maqsadida to'liq harbiy dengiz blokadasini joriy etish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, AQSh davlat kotibi respublikada hokimiyatni almashtirishga qaratilgan bunday qadamlarni qo'llab-quvvatlagan. Starmer Xitoyda Tramp Britaniyaga ham bojlari bilan tahdid qiladimi? AQSh prezidenti Donald Tramp Buyuk Britaniyaning Pekin bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishi xavfli ekanini bildirdi. Bu bayonot Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmerning Xitoyga tashrifi chog'ida yangradi. G'arb yetakchilari Trampning boj tahdidlari va Grenlandiya nazoratini qo'lga olishga urinishga qaratilgan siyosiy qadamlaridan xavotirga tushayotgan bir paytda Starmer Xitoyga borgan navbatdagi yetakchiga aylandi. Yaqin orada Germaniya kansleri Friedrich Merz ham Xitoyga tashrif buyurishi kutilmoqda. Undan oldin dekabr oyida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Pekinda bo'lib, Si Szinpin bilan birga kamyob safarlardan birini amalga oshirgan edi. Payshanba kuni Xitoy raisi Si Szinpin bilan qariyb 3 soat davom etgan muzokaralarda Kir Starmer bozorlarga kirish imkoniyatlarini yaxshilash, bojlarni kamaytirish va investitsiya kelishuvlarini muhokama qilgan. U vizasiz safar bo'yicha kelishuvlar va viski uchun bojlarni pasaytirishni juda muhim ramziy ahamiyatga ega qadamlar deb atadi. Ishonch va o'zaro hurmat aynan shu yo'l bilan quriladi, dedi Starmer. Biroq Vashingtonda Britaniya va Xitoy yaqinlashuvi haqidagi savollarga javoban Donald Tramp bu ular uchun juda xavfli ekanini aytgan, ammo qo'shimcha izoh bermagan. Aprel oyida Xitoyga safar qilishni rejalashtirayotgan Tramp o'tgan hafta Kanada bosh vaziri Mark Carney Pekin bilan iqtisodiy kelishuvlar imzolaganidan so'ng Kanadaga qarshi boj joriy etish bilan tahdid qilgan edi. Tramp bayonotidan oldin AQSh savdo vaziri Howard Lutnick Starmerning Xitoy bilan yaqinlashuvi samara berish ehtimoli pastligini aytgan. U jumladan Xitoy eksporti juda kuchli ekani va u yerga mahsulot sotish juda qiyinligini aytgan. Latnikdan Tramp Britaniyaga ham boj bilan tahdid qiladimi deb so'ralganda, u agar Britaniya bosh vaziri AQShga qarshi keskin pozitsiya tutmasa bunday bo'lmaydi deya javob bergan. Britaniya bosh vaziri devoni va Xitoy tashqi ishlar vaziri Tramp bayonotiga munosabat bildirmadi. Jurnalistlar bilan suhbatda Starmer Britaniya AQSh bilan yaqin aloqalarni saqlagan holda Xitoy bilan ham iqtisodiy hamkorlikni rivojlantira olishini aytdi. AQSh bilan munosabatlarimiz eng yaqin aloqalardan biri mudofaa, xavfsizlik, razvedka va savdo sohalarida, dedi u. Uning ta'kidlashicha, Britaniya AQSh yoki Xitoy o'rtasida tanlov qilishga majbur emas. Shuningdek, Britaniya hukumati manbasining aytishicha, Vashington Xitoyga tashrifdan oldin Britaniyaning maqsadlari haqida oldindan xabardor qilgan. Pep Gvardiola falastinliklar haqida: biz ularni yolg'iz tashlab qo'ydik. Barselonadagi Palau Sant Jordi saroyida Falastinni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan xayriya tadbiri bo'lib o'tdi. To'g'ridan-to'g'ri efirda namoyish etilgan mazkur tadbir xalqaro kampaniyaning bir qismi bo'lib, Falastin xalqi duch kelayotgan gumanitar inqirozga jamoatchilik e'tiborini qaratishni maqsad qilgan. Kechaning eng asosiy voqealaridan biri Pep Gvardiolaning nutqi bo'ldi. Unda mashhur murabbiy Falastinni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Gvardiola mojarolardan jabr ko'rayotgan tinch aholi, xususan bolalarning azob-uqubatlariga befarq bo'lmasligi zarurligini ta'kidladi. U o'z nutqida vayronalar ostida qolgan oilalardan judo bo'lgan bolalar haqida ta'sirli fikrlarni bildirgan. Men ana shu kadrlarda onasidan yordam so'rab vayronalar ostida qolgan bolani ko'rganimda ichimda nimalar o'tganini tasvirlab bera olmayman. Biz ularni yolg'iz tashlab qo'ydik, dedi
Manchester City bosh murabbiyi. Gvardiolaning Falastin xalqiga sadoqati. 2025-yilning 18-noyabr kuni Luis Companys nomidagi Olimpiya stadionida Kataloniya va Falastin terma jamoalari o'rtasida xayriya uchrashuvi bo'lib o'tgan. O'sha kuni 30 mingdan ortiq tomoshabin bayroqlar ko'tarib Falastin ozodligi uchun kuylashgan. Pep Gvardiola ushbu o'yinni oddiy sport tadbiridan ancha ulug'roq deb atagan. Bu shunchaki ramziy o'yin emas, bu uchrashuv orqali falastinliklar dunyoda ular haqida o'ylaydigan odamlar borligini his qilishadi degan edi u. Shuningdek, u xalqaro hamjamiyatni Falastinga nisbatan xiyonatda aybladi. Dunyo Falastinni yolg'iz qoldirdi. Biz mutlaqo hech narsa qilmadik. Ular u yerda tug'ilgani uchun aybdor emas. Barchamiz butun xalqning yo'q qilinishiga yo'l qo'ydik. Ularga katta zarar yetdi va buni orqaga qaytara olmaymiz. Kataloniyalik murabbiy G'azodagi zo'ravonliklarga nisbatan siyosiy yetakchilarning sukut saqlayotganini keskin tanqid qildi. G'azoda ommaviy qirg'inni kimdir himoya qilishi mumkinligini tasavvur ham qila olmayman. U yerda bizning bolalarimiz ham bo'lishi mumkin edi, deydi u. Eslatib o'tamiz, hamyurtimiz Abduqodir Husanov Manchester Cityda Pep Gvardiola murabbiyligida to'p suradi. Har bir chaqaloqqa $1000 beriladi. Prezident Donald Tramp dastur e'lon qildi. Unga ko'ra 2025-yil 1-yanvardan 2028-yil 31-dekabrgacha tug'ilgan AQSh fuqarosi bo'lgan barcha bolalar nomiga investitsiya hisobi ochilib, $1000 dan o'tkaziladi. Pullar fond bozoriga yo'naltiriladi va ularni faqat 18 yoshdan keyin yechib olish mumkin bo'ladi. Ota-onalar hisobni har yili $5000 gacha to'ldirishlari mumkin. Hisob-kitoblarga ko'ra, doimiy investitsiya bilan 18 yil ichida bu mablag' $303,800 gacha ko'payishi mumkin. Dasturning maqsadi kelajak avlod uchun boshlang'ich kapital shakllantirishdir, deyiladi xabarda. YouTube sun'iy intellektga qarshi tozalashni boshladi. YouTube sun'iy intellekt yordamida yaratilgan past sifatli kontentni o'chirishni boshladi. Platformadagi ikkita yirik kanal aynan shu sabab bilan yo'qoldi. Videolarni montaj qilish xizmati hisobotiga ko'ra, YouTube 5,9 million obunachiga ega bo'lgan kanalni o'chirib yuborgan. Ushbu kanaldagi videolarning umumiy ko'rilishlar soni 1,2 milliardga yetgan edi. Shuningdek, 5,8 milliondan ortiq auditoriyaga ega kanal ham endi platformada mavjud emas. Kanallarni tozalash jarayoni YouTube bosh direktori Nil Mohan sifatsiz sun'iy intellekt kontenti ko'payib ketganidan xavotir bildirganidan so'ng faollashdi. U foydalanuvchilarga yo'llagan murojaatida video hosting sun'iy intellekt slob tarqalishini kamaytirish hamda spam va clickbaitga qarshi kurashish tizimlarini takomillashtirishga va'da bergan.